hamma Toshkentdan, Nestuandan uy olayotgan paytda men Germaniyadan uy olganman akalar, bilasizlar. Mana shu yerda yashayapman mana. O'zimiz o'zbeklar Spark'i eng qizig'i men bolaning yili 2001 O'zbekiston qilib yozib qo'ygan jigarim. Buni olib yana o'zbeklarni bir qulpini O'zbekistondan kelgan meva-cheva bilan bir xursand qilaylik deb sekin yo'lga chiqyapmiz akalar. Mana marujinalarda xullas hamma yo'llarni taklif qo'yganmiz. Uyim masjid bo'ladi akalar. Uyning nomeri mana shu. Germaniya kezalaring, Offenburgga kezalaring, shu yerda yashayman akalar. Jigarim bilan shunaqa qilib yarim soat maqtanaman, keyin o'sha to'xtatayimga ketaman-da akalar. Xafa bo'lish yo'q. Jigar lekin mehmon qoldim, ko'chalar qaranglar, kayf bo'lsa kerak, jigar mana shu yerda yashash. Lekin bilmadim bu bola lekin havo salqin bo'lib tursa yaxshi. Jannat makon Germaniya bayroqlarni ilib qo'yishgan akalar. Hammamizga nasib qilsa ko'pchilik kim men ham borishda xohlayman deb kommentariy yozadi yo lichkamga SMS yozadi. Akalar kim niyat qilgan bo'lsa yetinglar, lekin qaranglar, anaqa sog'lom turmush tarzi hammasi yugurib yuradi, yosh katta bo'lsa ham. Ana shunaqa joylarga yetkazsin sizlarni ham demoqchiman. Sparklarda meni kayfda bosinglar jigarlar.